Voy, bir amallab qochib qutuldim. Voy la'nati. Sal qolsam meni ham o'ldirib yuborardi, yaramaslar. Hammaga salom do'stlarim. Bugun sizlar bilan men Aragon Craft do'stlarim va nihoyat mana uzoq vaqtdan keyin kutilgan videomiz, yana urush videosi mana chiqdi. Mana do'stlarim ko'rib turganlaringdek bunaqa shahardaman. Bu yerda yangi hozirgina urush boshlandi. Biz bu shaharga boyagina yetib keldik. Bularni himoya qilish uchun bu yerdagi odamlarni. Lekin ne ko'zlar bilan ko'raylikki, bu yerdagi odamlar o'ldirib bo'lingan ekan va bu yerni banditlar, o'g'rilar va voy mana otishmani eshityapsizlar o'zingizlar. Shunaqa narsalar bosib ketdi. Короче, bolaman, vaqtim hozir gaplashishga kam, shuning uchun videoni tezlashtirib boshlashimiz kerak. Meni ham kimdir o'ldirib ketmasin, shuning uchun videoni boshladim. Jennersen aksiga olib mana yomg'ir ham quyib yubordi bolalar. Voy. Yo'q, Jennersen o'zimizdan ekan bu. Do'stlarim mana bu yerda kimdirga kirib qolgan shekilli. Mayli do'stlarim, mayli. Mana bu ko'ringlarni nima bo'lgan odamlarni o'ldirib ketishdi. La'natlar. Bu yerda otishma bo'lib yotibdi. Xo'p, bu yerda faqat mana bunaqa kiyimli odamlardan boshqa hech kim ishonib bo'lmaydigan odamlar, shuni bilib qo'yinglar do'stlarim. Oy, yo'q tushunsin. Bu yaramaslarni qayerga yoshiringanini ham bilib bo'lmaydi. Shuncha odam, begunoh odamlar mana ular bizning askarlarimiz dedi. Ular ham o'lib ketgan. Ming la'nat bu yaramas urushga. Shuncha aholini o'ldirib yuborishgan bu la'natlar. Mana bu yerda katta jang bo'ladi shekilli. Mana bu yerda kimdirni ko'raman bolalar. O'qlarmi? Mayli, mayli. Jennersen ichkarida. Yo la'natlar. Ichkarida banditlar bor ekan. Jennersen senlarni. Qani? Och. La'nati. Ola ichkariga kiringlar. Yaramaslar ichkariga kirib olgan ekan. Sekin. Xo'p. Xudoga shukr. Jennersen bizdan bir ikki kishi o'libdi. La'nati. Voy. Yurayim chiqib ketyapti. Voy. Aragon shunchalik ham qo'rqoq bo'lasan, sen o'zi. Voy. Bu nima bo'ldi? Men nima deyapman senga? Seni kimni o'zi armiyaga olib kelgan? Nima deyapsan? Og'zingga qarab gapir, hozir shuni o'zida. Nima qilmoqchisan? Meni otasanmi? Seni axir qamashadi-ku. Yo'q, o'zingni yig'ib ol demoqchiman. Men qo'rqoq bo'lsam, sen nimasan, ha? Undan ko'ra mana bu askarlar do'stlarimizga yordam berishimiz kerak. Xo'sh, tepada nima bor? Nima bo'lsa ham otib tashlash kerak la'natli narsani. Xo'p, mayli. O'qim urushda qoldi. Jennersen mana bunga ehtiyot bo'lish kerak. Sekin, hoppa. Qani, voy la'natli, bu yerga o'liklar bor ekan. Xo'sh, uyda yo'q. Voy, Jennersen yuragimni yorib yubording. Bu yerda nima? Bu yerda ham hech narsa yo'q. Mana bu nima? To'xtachi. Nima? Minigun? Yo'q, xudoyim. Bo'lmagan narsa. Yo'q. Voy, minigun topdim. Dahshat. Voy, Jennersen. Voy, otishma yomon kattasi bo'lib do'stlarim. Men dalay chiqib bularga yordam beray. Mana nima? Endermanmi? Kızıl kuyruğundan sonra bana buldu. Otuz kere elime bulsa ya. Çok böyle. Sen etme oraya. Oy. Ben alıyorum. Çıkar ekranımız. Çıkın. Vay. Jennersen. Babala. Pastan baba. Anarım kanı. Jennersen yok lanatı. O'lib ket. Voy, bechora aholini qaranglar do'stlarim. Voy, siz bizlarni kechiringlar yigitlar, biz yetib kelishga ulgurmadik, faqat biza shu aybdor yetib kelishga ulgurmay qoldik. Kimdir o'tiribdi-yu. Sekin. Voy. Yo'lda o'ldirilgan aholi. Bechoralar shu yerga qochib kelib ham kirib qolishmoqda. Xo'sh, mayli bu yerda bo'lmasa, hech kim yo'q, bu yer toza ekan. Yo, Jennersen skelet, bunga balo bormi? Nima qilyapsan sen? Yo'qol, o'lib ket.
Skelet. Voy. Oho. Yigitlar, bir toza ekan. Yaxshi, endi ana yerni borib ko'rib kel. Qayerni? Ana bu do'konchani. Hop, mayli men ketdim. Voy, chirigan go'shtlar aholining go'shti tushib kelyapti. Hop, do'kon. Bu do'kon emas ekan-ku, salon ekan-ku. Men derdim, salon toza. Hop, mana bu chirilgan go'shtlarning keragi yo'q. Va mana bu o'qlarni olib qo'yamiz do'stlarim. Bularni o'zimiz omborga yig'ib qo'ysak. Voy, jino'sin. Bu banditlarni yaramasdan topsham, mana bu yerni tekshirib ko'rish kerak do'stlarim. Agar yurgan odam bo'lsa. Hoppa. Qani, hech kim yo'qmi? O kutubxona ekan. Hech kim bilmaydi. Tomdan tushib keladi do'stlarim, kimdir kelib sizni pichoqlab ketsin ekan. Voy, jino'sin, bu yerda joy bor ekan. Xo'p, mayli. Bu yer toza. Hech kim yo'q. Mana oldilar. Xo'p, mayli. Shunchaki e'tibor bermaymiz. Bu yerdan chiqamiz. Bu yerdan toza ekan. Endi mana bu yerlarni ko'rib kelamiz. Bu nima bo'ldi? O'zimiznikilar. Bu yer hali qurib bitirilmagan joy. Bu yerchi? Yo'q, bu yer ham shunday. Skelet lanati skelet. Qo'y. Ne o'ynaydi bu skelet? O'zi suyakda borib bo'lsa. Bitta o'qim qoldimi? O'sha ham qolmadi. O, mayli. Endi buni o'qlash kerak do'stlarim. Hozir o'qlaymiz. O'li bolalar mana o'qni o'z qo'limga olaylik. Buni o'qlolay. Bo'ldi. Hop, bu yerda hammaga tinch. Kecham bo'ldi o'zi. Mana bu do'konni tekshirish kerak. Yo'q, bu yerni yaxshi tekshirmayman. Juda ham yashirin joylar ko'p ekan. O'dirib ketishlar mumkin. Bu teatr. Bu yer vapshimi? Bu yerda lekin kimdir yashirin. Aniq shuni ko'nglim sezyapti. Nega bilasizlarmi? Chunki bu yerda yashirinishga joylar ko'p. Lekin voy jino'sin, bu narsaga hattoki izohlarsiz. Men derdim, ko'nglim nimagadir shu paytlari menga pand beryapti. Yo'q, hech kim yo'q. Xo'p, mayli. Yo, jino'sin. La'natlar. O'lib ketsinlar. Kasallangan ahvoli. Jino'sin. Mana bu yomon katta bomba tushgan shekilli. Ey bolalar, nima qilyapsizlar? Axir kech bo'ldi-ku. Endi qayerga boramiz? Aragon, mana xavotirlanyapsan. Men shunchaki biz tunab qolishga joy bormi deb o'ylayotgandim. Bironta uylarni tunab qolaveramiz. Kechqurun agar samolyot kelib bomba taylab ketadigan bo'lsa, buni ham yerda o'lib ketamiz. Shuning uchun bizga normalroq joy kerak. Mana bu yaramasdan. Ko'zinglarga qarasanglar olmaydi desam, mana bu yaramas ekan-ku. Voy, jonim kam qoldi. Nima yeyishga ovqatim yo'q. Faqat suyaklarim qoldi. Jimsin, bu suyaklarning menga kerak yo'q. Otib yuboraman, qani. Yo'qol. Do'stlar, mana uni hali ishlab qo'yadi. Bu qizil narsa. Nimani ko'rib qolding? O'rgimchak qani. Yo'q, jino'sin. Dahshat-ku. Lekin ushlash qiyin ekan. Magazinlarni istab ko'rib ko'raylik, ovqat qo'yim ekan. Hop, men magazinga kirolay. Charchadim bolalar. Yomon uyqum keladi. Mana buni ichida umid qilamanki, bu yerda ovqat bor. Xo'sh, qani? Xudoga shukr, ovqat. Judayam xudo mazali, lekin sovuq qolibdi. Mayli. Mazza. Oxirgi marta bunday shirin ovqatni faqat uyimda yegan edim. Siz uyimni sog'inyapman do'stlarim. O'zimni ona yerlarim siz uylardan ketdi. Mayli do'stlarim. Nima bo'lsa lozim endi. Shu urush tugasa bo'ldi. Nima bo'lsa bo'lsin. Bu yorg'ilgan. Sen yashashga zo'r joy topibsan-ku. Voy, Aragon, faqat hech kimga aytmagin, bu yerni ikkalamiz qolamiz, maylimi? Axir askarlar dam olishi mumkin emas-ku. Aragon, o'zing qayerdan kelyapsan? Hozirgina mana bu yerdan kirib kelyapsan-ku. Men
Men shunchaki buyurni tekshirishga. Voy, uzr. Nima qilyapsiz? Ha, bolalar nima dedi, bu bilan kirizini qo'ydi. O, Jinursun dalada kimdir bilan otishib o'lyapti. Yo, Jinursun. Dushman askarlari. Voy, granatlar. Ko'pligini qara. Voy, Jinursun sillarni. Yo'q, endi nima bo'ladi? Voy. Qayerdami? Nega men bu yerdami? Voy, boshim, hech narsani eslolmayapman. Voy, nima bo'ldi menga? Nimtiq? Aytmoqchi. Voy, endi esimga tushdi. Voy, do'stlarim. Boya nima bo'lgan o'zinglar ko'rdinglar. Jinursun boya meni la'natlar otib tashlashdi. Shundan ketgan ekanman. Yaxshiyamki meni o'ldirishmoqdi. Qayerdami o'zi? Chiqibdi. Ha, Jinursun, mana dushman askari. La'natlar. Jinurdur. Hozir Jinursun. Ular men tarafga ketyapti. Jinursun, ma la'nati, ma. La'nati. Jinursun. La'nati, bu shu yerda. Jinursun. Meni gunda foydalanish vaqti keldi. Jinursun. Hoytdan bo'lgan turun deydan. Jinursun, men qayerdaman? Qayir bu yer? Sen yangi qafasingdasan, haromi. Og'zingga qarab gapir. Sen kim bilan gaplashayotganingni bilasanmi? Senda itvachcha bilan gaplashyapman. Men senga nima deyapman? Bu yerdan chiqib olsam, nima qilasan? Xo'sh, aytqani. Bu yerdan chiqishing o'zi ilojsiz. Sen bu yerdan hech qachon chiqa olmaysan. Sen endi biz uchun qulsan yoki seni itday otib tashlashimiz ham mumkin. Sen yaramaslar, bu yerga hali yigitlar yetib keladi. Senlarni hammangni kuningni ko'rsatadi, otib o'ldirishadi senlar. Iflos itvachchalarni. Og'zingga qarab gapir, bo'lmasa hozirning o'zida seni hayotingga nuqta qo'yishim mumkin. Mayli, sen bilan tortishmay qo'ya qolaman. Senday bir tushunmaydigan g'alchalar bilan kim ham tortishardi? Xo'p, mayli, sas qafasingda o'tiraver mana shu yerda. Men esa senday yaramasini qo'lg'ab o'tirishim kerak shu yerda. Axir qochib keta olmaysan-ku. Demak, qafasga tushdim, shundaymi? Senlarni asiringman, shundaymi? Xo'sh? Shunday. Mana shu yerda ko'tingni qisib o'tir. Agar qochishga harakat qilmoqchi bo'lsang, onangni ko'zingga ko'z tutib qo'yaman. Nima? Onamga til tekkizma. Yo'q, sen kim bo'psan menga o'zingcha aql o'rgatadigan? Ko'tingni qisib o'tir deyapmanmi? Bo'ldi. La'nati. Juda ham qo'pol odam ekansan. Bu senga hali pand beradi, ishon. Menga nima pand berishi bilan sen ishing bo'lmasin. Mayli, sen bilan tortishmay qo'ya qolaman. La'nat. Shu yaramas isqirtlarni qo'liga tushdim. Voy, do'stlarim, mana nima ham bo'ladi? Do'stlarim, mana qamalib qoldik. Qaranglar qanday ahvoldamiz, do'stlarim. Iltimos bolalar, videoga like bosib, kanalimga obuna bo'linglar. Bolalar, do'stlarim, sizlardan juda ham xursand bo'ldim. Kanalimga 37 ta obunachi yig'ilibdi. Bundan juda ham mamnunman va bomb chiqayotdi. Ikkinchi qismi ham juda ham ko'p ko'rilibdi. Buning uchun ham katta rahmat bolalar. Afsuski, men bunday joyda qamalib qoldim. Bu yerdan chiqib ketishim uchun albatta sizlarning yordaminglar kerak. Do'stlarim, yozinglar kommentga. O'zinglarning izohinglarni yozib qoldinglar va meni chiqib ketishim uchun bu yerga like bosinglar do'stlarim. Men chiqib ketishimga katta yordam bo'ladi mana shu like'lar va ayniqsa obunalaring. Xo'p, mayli do'stlarim, men ham derdim. O'zingni o'chir, qancha gapirasan yana. Sen qisib tur, men bolalar bilan gaplashyapman. Hozir sani ashidan chiqarib, jim o'tdi. Xullas, bolalar, mana ko'ryapsizlar men bilan nima deyapti. Korotchi, birinchi qism hozircha tugadi. Men ham derdim, meni qarab qo'yishdi mana. Bolalar, kommentga yozinglar keyingi qismda nimalar bo'lishini, kim bilsa.
Yo'q, mana bo'ldi. Menimcha nima kommentga yozmasanglar bo'lmaydi. Mana shu ovozdan keyin. Mak, dalaga chiqib qara qani, kim otishma qilyapti ekan. Bilmadim, bizani yigitlarda cho'chqa otar yo'q ekan lekin. Shuning uchun aytyapman men senga dalaga chiqib qara deb. Bola bilan gapini eshitaylikchi. Dalada menimcha boshqa dushman yuribdi yo'q. Men ketdim, qarab kelaychi. Xo'p, buning yaxshi bo'ldi. Xo'sh. Aytmoqchi, aroq qolganmi? Ha, qolgan. Bemalol borib kelaver. La'natlar, aroqchanmi? Xo'p, mayli do'stlarim, video tugadi. Hammalaringga katta rahmat. Sog' salomat bo'ling va videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, sizlarga katta rahmat. Videomiz tugadi. Xayr, ikkinchi qismgacha. Xayr.